Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari va mana bunday toza arashan Qo'chqor Sog'liq 2025 da yangi barra ishqibozlari. Akalar, bugungi videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Qo'ylarni udorlardan, zo'rlardan chiqadi. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, shunaqasidan chiqadi. Ikizagidan barrani zo'ridan chiqadi. Toza nasldorligidan chiqadi akalar. Bugun biz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i Arzoncha akamiz, Islomjon akamizni qo'y fermalaridanmiz. Bu yog'i ma'lumotni Islomjon akamiz o'zlaridan olaveramiz. Assalomu alaykum. Islomjon aka, yaxshimisiz? Akmalxon, yaxshimisiz? Xo'p, obunachilar, videoni oxirigacha ko'rib, qo'llab-quvvatlab, bittadan like tugmachasini bosib akalar, shu arzimagan mehnatimizga bittadan like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirib akalar, portal kurslarning narxlarini chiroyli qilib, qo'ylarni zo'rdan olganmiz. Narxini ham chiroyli qilib, yengil qilib chiqarib beramiz. Sizlardan bitta iltimos, faqat like bosib, videoni oxirigacha ko'rib, kommentariya ham portal turinglar, faqat narxini ham chiroyli qilib chiqarib beramiz Akmalxon. Islomjon aka, bular Qo'chqormi, Sog'liqmi? Xo'p, ikkita Qo'chqor, bitta Sog'liq Akmalxon. Barrani ham o'ta zo'ridan ekan-a. Qaysi biri Sog'liq buni endi? Mana shu Sog'liq Akmalxon, mana shunisi. O'rtadagimi? Yo'q, mana chekkadagi Sog'liq. Bu Sog'liq. O'rtadagi ekan-da, bu Qo'chqor ekan. Ha, o'rtadagi ekan. Ha, o'rtadagi Sog'liq ekan. O'rtadagi qip-qizili Sog'liq. Sog'liqni ham o'ta zo'r mana akalar. Qo'chqorni ham shu zo'ridan olib kelsa, barralarni ham jonivorlar havasga boqadiganlar ekan. Bu yoq tarafdan garbonoslarni ham ko'rsatgan Qo'chqorlarni. Garbonoslari ham hamma joyga kelishgan. Qo'chqorni yuzini qarang, Tuyoqlarni yuzlari o'ta zo'r. ko'rsating. Oyoq qo'li baquvvat. Stakan tayoq deydimi, nima deydi? Shunaqasidan ekan. Ikki tuyoqdan. Garbonosni qarang, jonivorni. Hozirdan shunchalik bu hali katta bo'lganda qanaqa o'ta katta Qo'chqorlar. Bitta yana zo'r tarafi qulog'i ham butun o'chalasini ham. Uchovini ham quloqlari butun jonivorlar. Eri dumbada. Jonivorlar, tumorlari ham bor ekan mana. Jonivorlar havasga boqadigan narsalarga uchovi ham bir joyda turgan narsalar shekilga. Hammasi Akmalxon bittadan qo'yib, ko'proq olib kelamiz, 10 ta joy bor Sog'liqmi, Qo'chqorimiz, Qo'chqor Sog'liq. Partiya qilib chiqaramiz hammasini. Lekin hamma chiqadigan qo'yimiz bittadan qo'yi. Jonivorlar hammasi zo'r. Endi bular yetib kelganiga qancha bo'ldi? Akmalxon kecha kechqurun yetib kelgan bular. Kecha kechqurun yetib kelgan. Bugun yeb ichini sinadik. Kamchiligi yo'q. Olgan odam uyga borgandan keyin ham bir haftasini olaveradi. Bir haftagacha sinaveradi. Bo'ylarni nechaga beramiz endi? Bo'ylarini olishaveradi. Akmalxon 70 ga ham olishaveradi. O'lchab 70 ga. Hali qo'zi bular, kelajak. Yosh oyliklari qanaqa? Yosh oyliklari shu 4 oylik, 5 oylik atrofida, 4 oylik atrofida Akmalxon. 4 oylik atrofida. Sizlar buni tepasida bo'lmagansiz. Ozgina charchog'i bor qo'ylardi. Ha. Bilinib turibdi charchog'i borligi. Yeb ichishlariga bir haftagacha o'ylanmasdan garantiyalari bor-a. Yeb ichishlarini bir haftasini olishaveradi. Jonon, turishini ham qarang, turish ham aytib turibdi buni. Islomjon aka, endi buni hamma ma'lumotlarni berdingiz. Qo'ylar o'ta zo'r. Jonivor turishini qarang, o'ta bo'lakcha ekan. Hammanligisi buni endi eng qiziq joyiga keldik-da. Bular narxi qanchadan? Hamma qiziqyapti, narxi qancha ekan deb. Kelishtirib yaqin qilib ayting narxini. Akmalxon, narxini balanddan kelmaymiz, dollarda qo'ymaymiz. Dollarda emas. Qo'yim sifatli deb dollarda qo'ymaymiz, yengil qo'yamiz. Uchalasini bitta o'yinga 3.200.000 so'mdan Toshkentga dostavkasini qilib beramiz. 3.200.000 so'mdan Qo'chqor ham Sog'liq ham ketaveradi, ha? Sog'liq ham ketaveradi, lekin yakka olaman deganga Akmalxon boshqatdan kelishamiz qo'ylardan. Boshqatdan kelishamiz. Akalar 3.200.000 so'mdan xudo xolasa arzon bo'ldi. Har doim arzoni chiqib kelgan, bundan bu yog'i ham arzoni chiqadi. Akalar 3.200.000 so'mdan Toshkentgacha dostavkalarimizdan shoshilib aloqaga chiqaveramiz. Bular birinchi partiya edi. Biz endi ikkinchi partiyaga o'tamiz. Ikkinchi partiyani ko'rishsin, zo'rlaridan chiqadi. Akmalxon qofiyani zo'ri kelib qoldi. Bozorga bo'lmang sarson, chunki menda qo'ylar arzon. Ikkinchi partiyamizga qo'ylarni vo'bshe yengildan qo'ylarni ko'rsating. Akalar 3 dona kashtanidan mana. Kashlan uyqusi. 3 dona zo'ridan mana. Kashtanidan boqaman deganlarga, Hisoriston boqaman deganlarga o'ynab turganlardan mana. O dumbalarini ko'rishsin. O'yladi ko'ring aka, havasga boqadigan narsalar mana. 3 dona, bular ham 3 ta ekan-a. 3 dona bu ham Akmalxon. Bular Qo'chqor Sog'liq qanaqa? Ikkita Qo'chqor, bitta Sog'liq bu ham Akmalxon. Bular ham ikkita Qo'chqor, bitta Sog'liq, ha? Aha. Ol mayli. Ana akalar, 3 dona, bitta Qo'chqor, ikkita Qo'chqor, bitta Sog'liq. Ikkita urg'ochi, bitta Sog'liq aliga. O'sha. Qo'ylarimiz ham o'ta. Akalar,
Endi Islom aka bularni ham shu ma'lumoti bir xil, yetib kelgani bir xil. Bitta odamni qo'y, bularni ham akalar, asosiysi quloqlari butun. Kimgadir kashtan yoqadi. Kimgadir sariqdan yoqadi. O'shanga partiya qilib chiqaryapti. Uchun ham dumbalar tikka ayri dumba ekan. Quloqlar ham yesalimmi? Jonivorlar, quloqlari ham butun. Mana qo'chqorni ko'ring. Mana akalar, qo'chqormisan qo'chqor. Toza kashsanadan mana. Dumbani qarang. Liylari baquvvat mana akalar. Festivalga Uzunligi ham uzun. buni boqsa festival gap chiqadigan qo'chqor bular xudo xolasa. Bizlarni qarang mana. Toza Hali qo'zi tishi buzmagan bu. Ishonmaganlarga qo'zi. Jonivor, turishlarini qarang. Yurishlariga boqib. Turishlari ham o'ta zo'r. Akmalxon buni ham mana shu ikkalasi qo'chqor, mana shu Ikkalasi qo'chqor. Bu chekkadagi sovliq. Mana akalar. Mana birinchidagi sovliq, ikkalasi qo'chqor. Ikkalasi Qo'chqorni ham toza kashtandan katta bo'lib ketadigandan. Bularni bo'ylari qanaqa endi bo'ylari? ham shunaqa Akmalxon ham yetim. Bo'ylari ham yetimishda to'g'ri. Bo'ldi, bularga ham hamma ma'lumotni berib o'tdingiz. Narxi necha pul? Narxi ham aytdim-ku, arzon. Bularni ham har doimgidek shu arzon qilib ayting. Akmalxon bular 3 million 200 dan emas. O'tib ham berasizmi? 3 million 200 emas, 3 milliondan emas. 3 milliondan xayrini ham qilib beraman telefon qo'yib. Xayrini ham qilib berasiz. 3 milliondan emas, 3 milliondan berar ekan deb o'ylashmasin. 3 milliondan telefon qo'ygan odamga kamini ham qilib beraman. Uchulasini bitta olganga. Akalar shoshilib balog'iga chiqaramiz. 3 million so'mdan xayri bilan dastavkasini ham qilib berar ekanlar, vodiy bo'ylab. Shoshilib balog'iga chiqaramiz mana. Ketdi. Bu ikkinchi partiyamiz, uchinchi partiyaga o'tamiz. Akalar, uchinchi partiyaga 2 dona zo'ridan. Ikkalasi ham qo'chqoridan ekan. 2 dona mana. O'ta go'zallaridan ekan. Ikkovi ham qo'chqora buni. Ikkovi ham qo'chqor. Mana akalar, 2 dona zo'ridan. Bitta boshida qashqasi bor, bitta sap-sariq variantidan. Ikkalovi ham o'ta zo'ridan ekan. Bu mo'jjalda nariga birinchi, ikkinchi partiyada bo'yi sal kichikroq shakilga bo'ladi. Kichikroq, yoshroq bo'ladi. Jonivorlar ana akalar. Ko'chat narsada hali. Yuzlari ham o'ta zo'ridan. Uzunligini ko'rsating, uzoqroqdan ko'rsating. O'yladi yana. O'zlariga baho beringlar. Dumbani qarang, Dumbani qarang. mo'g'ni qarang. Toza simjundan. Shu jonivorda hozirdan shunchalik. Buni ham yuzlarini ko'rsatmang. Quloqlari butun. Noyob variantidan bo'lsa. Shu g'o'dasiga shunchalik dumba. Hali bu katta bo'ladi. Buni bo'ylari qanaqa endi? Akmalxon buni bo'ylarini 65 ga olishaveradi. 65 ga olishaveradi. Agalar mana. Buni ham ma'lumotlar shu birinchi, ikkinchi partiyadan bir xil. Hammasidan ma'lumot bir xil, bittadan Videoni qisqa qilib, narxiga kelamiz. Narxini Akmalxon so'ramaydigan qilib aytaman. Dangalini gapiring yana. Bo'ladiganini gapiraman, 200 dollardan ketaveradi bu yoq. 200 dollardan ketaveradi. Ketaveradi. Toshkentgacha dastavkasi bilan. Dastavkasini 400 dollarga uylarga yetib boradi. Akalar mana, o'ylanmasdan tez aloqaga chiqaramiz. Bunaqasi juda kam keladi. 200 dollardan Toshkentgacha dastavkasi bepul. 400 dollar shunday pulni sanab berasizlar, uylaringga qo'ydi. Shuni olib borib tashlab berishadi. O'ta kam keladi bunaqalar akalar. Barrani o'ta zo'ridan. Akmalxon, bu 3-chi partiyamiz. 200 dollardan bo'lsa uylarga yetib boradi. 3-chi partiyaga ko'rsin, bitta ikizak, 3 ta mashg'ozadan ham puli yengil ona qo'yimiz bor, yemlaydiganlar uchun. Biz 3-chi partiyaga o'tamiz akalar. 4-chi partiyaga o'tamiz. Bu 3-chi partiyamiz akalar. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Akalar, so'nggi partiyamizga ikizak ona bola so'raganlar uchun. Ikizakni ham o'ta zo'r, kashtan variantidan-da o'ta zo'ridan ekan. Dumbalari ham tikka ayri dumba mana. Bollari mana. Qashqa surg'ochi. Qorasi qo'chqor. Qo'chqor. Mana dokumentlari ham joyida. O'ta zo'r variantlardan ekan. Ikkalasi ham o'zini bolasi Akmalxon. Jonivor mana. Bollarini boqishini qarang. Qo'yaver. Mana bollar o'ziniki qo'shilmagan, hali qo'shilgan ekan deganlar uchun mana qo'shilmagan, ikkovi ham o'ziniki jonivor. O'ta zo'r variantdan, onasi ham o'ta katta qo'y ekan. Onasini yosh qanaqa? Ikkinchi bolasi Akmalxon mana shu. Ikkinchi bolasimi bu? Ikkinchisiga tug'di. Biri qo'chqor, biri sovliq. Bo'yi qanaqa bo'yi? Katta ekan bo'yi. 80 plus bo'yi. 80 plus. 83 bo'ladi. Ikkizak tuqqan qo'y o'zini yo'qotib qo'yadi deyshadi. Bu Badani ham o'ta zo'r ekan. Dumbalari ham o'ta kelishgan. Qo'yimiz yuzlari ham tunuq. Toza kashtanidan.
Mana bollarni qarang, o'ynab turgan. Bollari necha oylik atrofida taxminan? Va oylik emas, Akmalxon kunlik. Ha, necha kunlik? 4 kunlikmi, 5 kunlik bo'lsa kerak. Bir haftalikda Akmalxon Ha. kunligi tushmagan. O'ta zo'r variantida. Islomjon aka, buni ham kelganiga o'sha bu ham o'sha qo'zlar bilan bir kunda kelganmi? Ha, hammasi bitta kelgan, Akmalxon. Bo'ldi. Buni narxi necha bo'ldi, narxi? Narximi? Sinadi bugun narxi. Ikkizakni narxi. Hamma qiziqmoqda ikkizakni narxi qanaqa ekan deb. Baland emas. Hop, 6.200 ming so'mga chiqarib beramiz. 6 million 200 ming so'mga dastavkasi qayergacha? Samarqandga qilib beramiz, bor-ku bunda so'kasi. Samarqandgacha dastavkalar. O'zbekiston bo'ylab qilib yuboramiz. 6.200 Dastavkalar agar O'zbekistongacha o'ylanmasdan aloqaga chiqaramiz. Shoshilamiz, bunaqasi mana akalar bir dona keldi. Ekazaklar juda kam kelyapti akalar. Bilgan bo'lsalaring kam qandaydir bu yilga ekazaklar akalar shoshilib aloqaga chiqaramiz. Birinchi telefon qilamanka tirs sotiladi. Qoraqalpog'istonga ham dastavkasi bor, telefon qiladigan odam bo'lsa bo'ldi. Bundan keyin yana 3 ta bor dedingiz, puli arzonidan bor dedingiz. 2 million 300 dan. Akalar biz shuni ko'rsatamiz. Akalar so'nggi partiyaga qo'ydi ham o'ta arzon variantidan, zo'ridan, kashtanidan. 3-oxirgi so'nggi partiya, 4-partiyaga 3 dona boladan ajralgan boqqani qisir sog'liqlar, jonivorlar. O'ta zo'r variantlardan ekan, narxlari ham o'ta arzon bo'lar ekan. Barrani pulidan ham arzon ekan. Agalar qo'ylarimiz sal qanday charsagan. O'ta charsagan qo'ylarimiz. Shuning uchun qo'rada video qilyapmiz. Oldin uzr so'raymiz ana. Boladan ajragan jonivorlar. Bularda akalar videoni qisqa qilib narxga keladigan bo'lsak, narxlarini 7 million so'mga Andijongacha, Toshkentgacha dastakasi bilan ketaveradi. 7 million so'mga shoshilib aloqaga chiqaramiz akalar. Bugungi videoga shular edi. Videoda qanday xato kamchilik ketganimiz oldindan uzr so'raymiz. Akalar, bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizda yangilar obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, kommentariyada fikrlaringizni qoldirasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.